aytgim keldi. Rasul akram alayhissalotu vassalom aytganlar. Ertalab turib Qur'ondan bir oyat o'rganish uchun yo'l bosib chiqib yurishing sening uchun 100 rakat nafl o'qishdan afzal. Bir oyat, masalan, vadduha. Bir oyat 100 rakat nafl savobi inshaalloh. Vallayli idza saja 200 ta bo'ldi misol uchun. Ha? Va hokazo. Yana hadisning davomini ko'ring. Ertalab turib ilm boblaridan bir bob, ya'ni bitta masala degani, bitta mavzuni o'rganish uchun chiqib yurib qadam bosib borishing sening uchun 1000 rakat nafldan afzal deganlar. Bu bekorga emas bu. Inson, muhtaram azizlar, ilm bilan inson bo'ladi. Mana bu go'sht, yog', bu qosh ko'zlar bor-ku, bu haykalda ham bor bu. Inson ilm bilan, ruh bilan inson bo'ladi.